ofitsialniy olingan BYD hibrid versiyalari juda eski ekan. Hozir paka обновление yengiliga o'tkazib beraman. Imенно oxirgi обновление ko'tarib beraman. O'ta versiyaga ko'tariladi. Обновление o'zi keladigan bo'ladi. Также приложение, настройkalarni hammasini qilib beraman. Hozir rezultatni ko'rasizlar. Обновлениеdan keyin. Mana обновление inshaalloh yengisiga o'tdi. Ko'rasiz, tablolardan yangicha bo'ladi. Kстати, bularga qo'shilgan narsa o'zbek tili ham qo'shildi bularga. O'zbek tili ham bo'ladi. Bemalol oyna och, oyna yop, xolisi rus tilida, xolisi o'zbekchada bo'ladi. Hozir o'zgarishlarni ko'rsataman. Ko'rasizlar, официальный. Именно boshqa versiya emas, именно официальный обновление bo'lgan bu yerda. Именно соглашение, sertifikat, hamma narsasi O'zbekiston, BYD O'zbekiston hammasi yozilgan. Piratska emas. Yengillik ko'rdinglar? Bularni endi o'zgartirib ketaverasizlar xohlagan narsalarni. Xohlasizlar boshqa programmalarni taxlab qo'ysanglar ham bo'ladi tagiga. Masalan, YouTube, Telegram, masalan, chiqarib qo'yasiz. Xohlagan narsalarni yoshdan ko'rib keturasizlar. Ko'p ishlatilgan narsalar. Завершение bosaverasiz. И bu yerda buni qilib ko'chirib joyini o'zgartirsanglar ham bo'ladi. Plus xuddi Smart Grafikdagi chapga endi storka listatiq ko'rasizlar. Hammasi YouTube'lar zapaslarini yozib qo'ydim. Chunki baribir YouTube xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham o'chadi bularda. Обновление qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun zapasdan 4 YouTube yozib qo'ydim. Обновление qiladigan programmalarni yozib qo'ydim YouTube'ga. Hammasi четкий. Agar kimga shunaqa garantiyalarini kerak bo'lsa, kelsanglar ofitsialnilarni garantiyasini qilib beraman sizlarga. Ofitsialniy garantiyani qo'ydim. Bo'ldi. Dachki davleniyalar chiqqan bo'tga ko'rasizlar. Soatga tez soatlar paydo bo'ladi. Bluetooth Wi-Fi'lar o'ylaysizlar. Shtorkalari yangicha bo'lgan. Telefon ko'rasizlar.